Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sherqiy Türkistan Awazining kündilik xəvərlərini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xəvərlərimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz. Sherqiy Türkistan sürgündü ھۆكىمىتىنىڭ 5-yil qirg'inchilik künidىki namayish chaqiriqi. Xitay o'zi ishlەpچىقارغان ۋاكسىنىنىڭ ئۈنۈمىنىڭ tۈۋەn ئىكەنلىكىنى ېتىراپ qildi. Amérika Xitay kومپارتىيەسىنىڭ 100 yillik insan ھەقلىرى ofatlarini ayıpladı. Sağlamlık haqida. Tüvəndə dehqonlar xəvərlərimizning təfsili mazmunlarida bo'lsin. 2009 yılı 26 iyun günü Uygurlarning hozirgi zamon tarixidagi burilish xarakterlik voqealarning biri bo'lgan qanliq Şavgan voqeasi yuz bergan kun. 12 yil avval yuz bergan bu voqea Uyg'ur tarixi betida yana bir ochiq sahifalarga aylangan. 2009 yılı 26 iyun günü Guangdongning Şavgan shahridagi Şöri o'yinchiq zavodida ishlayotgan 800 atrofidagi Uyg'ur yoshchilar kechilik uyqusini uxlayotganda Xitoy ishchilar tor betida e'lon qilingan Uyg'ur ishchilar 2 nafar Xitoy qizga bosqinchilik qildi degan soxta xabarga asosan zavoddagi 10 mingdan ortiq Xitoy ishchining rahimsizlarcha hujumga uchragan. Naq maydon video ko'rinishlari va shu zavoddagi tayoq yegan ishchilarning ham voqeadan xabardor kishilarning inkoslaridan ma'lum bo'lishicha, shu kuni palta, pichoq va temir kaltaklar bilan qurollangan 10 mingdan ortiq Xitoy ishchilari Uyg'urlarni xuddi chashqonlarni ur qilgandek qo'g'lab turib urgan. Ularni rahimsizlarcha kaltaklab o'ldirgan. Shu chaq tarqalgan ko'rinishlarda zavod xorosining qoniga bo'yalganligi ko'rilgan. Xitoy tajovuzchilari azaldan millatlar siyosatida cho'ng xitoychilik ideyasini aks ettirib kelgan. Şavgan voqeasida odam urg'uchilarning Xitoy bo'g'ini uchun yerlik hukumat Xitoyga yon besish pozitsiyasida bo'lib, Uyg'urlarning o'limiga sababkor bo'lgan qotillarni jazolamagan. Bu ishga norozi bo'lgan Sherqiy Türkistondagi Uyg'ur yoshlari 5-iyul kuni Xitoy hukumatidan o'z qarindoshlarining o'limi uchun adolat talab qilib, tinchlik bilan namoyish etgan. Ammo Xitoy hukumati xalq maydonida bu ishga qatnashgan Uyg'ur yoshlarini qurol kuchi bilan bostirib tutqun qilgan. Natijada tinchlik bilan elib berilgan namoyish to'qinishga aylangan. Xitoy kompartiyasining sistemalik, g'arazli holda epagan qonliq bostirishi haqiqatan irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat. Bugun Sharqiy Turkistonda yuz bergan voqealarga qaraydigan bo'lsak, aniqki 2009 yili 5-iyul kuni Ürümçidagi vahshiylik amaliyoti Xitoy hukumatining Uyg'ur xalqiga qaratgan sistemalik irqiy qirg'in qilish siyosatining bir qismi. Buningdan boshqa 5 milliondan 9 milliongacha Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va O'zbek xalqlarini Xitoy kompartiyasi atalmish kasbiy ma'arif maktablarida deb atalgan jazo lagerlariga so'lagan. Uyg'urning nupusining ko'payishini to'sish uchun Uyg'ur ayollarini tug'mas qilib qo'ygan. Uyg'ur kichik bolalarni o'z oilasidan majburiy ayirib Xitoycha tarbiyalagan. Uyg'ur qizlarning roziliqsiz Xitoy erlar bilan to'y qildirilishi, musulmonlarni Xitoy uslubidagi islom diniga ishonishga majburlash 1951-yili 12 yanvardan boshlab yo'lga qo'yilgan irqiy qirg'inchilikning oldini olish va jazolash ahdnomasiga asosan irqiy qirg'inchilik jinoyati doirasiga kirgan. 5-yil Ürümçi voqeasi Uyg'urlar tarixida irqiy qirg'inchilik kuni deb qaralib, butun dunyodagi Uyg'urlar bu kunni xotirlab Xitoy kompartiyasiga norozilik bildirib kelmoqda. Shu munosabat bilan Sharqiy Türkistan sürgündü hukumatı hozirgi Uyg'urlarga bo'layotgan xalqaro vaziyatdan foydalanib, 5-yil kuni muhojirat yashayotgan Uyg'ur xalqini o'zlari turishlik davlatlarda butun dunyo xalqiga Xitoy kompartiyasining razil qonxo'r yuzini davomli to'ndish uchun namoyish qilishga chaqiriq qildi. Biz o'zimiz ko'chaga to'kilishimiz kerak. Biz mush xalqaro irqiy qirg'inchilik bilan Alloh rozi bo'lsin, rahmat irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilganliging uchun. Ammo bu yetarlik emas. Xalqimiz kunda qirilyotdi, kunda o'ltirilyotdi, kunda bosqinchilik uchrayotdi, kunda organlar shurkab ketyotdi. Buni to'xtatish uchun amaliy harakat qilishing kerak ey dunyoda. Biz xalqaro chaqiriq qilishimiz kerak o'z qarindoshlar. Shuning uchun men yana deydiganim, dunyoning har qaysi joylaridagi, qaysi tashkilotdan bo'lishingiz qat'iy nazar, qaysi dinchi bo'lamsiz, demokratchi bo'lamsiz, millatchi bo'lamsiz, boshqa bo'lishingizdan qat'iy nazar, agar kichikgina vijdoningiz bo'lsa, haqiqatan vatanim deydigan bo'lsangiz, xalqim deydigan bo'lsangiz, o'tirib chiqsiz. Va shu o'zingizdan turishlik davlatlaringizdagi atrofimizdagi shu yerdagi jamoatni bir yerga to'plab, shu davlatning ya tashqi ishlar ministrligining oldida, ya parlamentining oldida cho'ng ko'lamli namoyish qilib, xalqimizningki talablarini, arzularini xalqaro bildirishimiz kerak va xalqaroni harakatga chaqiriq qilishimiz kerak o'z qarindoshlar. Xitoyning Guangdong o'lkasi keng ko'lamda vaksina emilgandan keyin yanada og'ir yuqum ahvolga duch kelganligini ko'z tutib, Xitoy kompartiyasi amaldorlari o'zlarining davlat ichida ishlab chiqargan Xitoy virusi vaksinasining ۈنۈمىنىڭ tüvən ekanligini yana bir qatim e'tirof qilishga majbur bo'lgan.
Nurg'un davlatlar Xitoy vaksinasidan gumonlanib turganda, o'tgan hafta Italiya bosh ministri Mario Draghi oshkor holda Xitoy vaksinasiga passiv baho bergan. 22-iyun seshanba kuni Mario Draghi Yevropa ittifoqi boshliqlar yig'ini oxirlashganda muxbirlarga Xitoyning vaksinasining yetarli emasligini, buni Chilining Xitoy virus yuqumiga taqobil turish tajribasidan ko'rib olgan bo'lganligini bildirgan. Chili Xitoy virusining ta'siriga eng og'ir uchragan davlatlarning biri bo'lib, hozir qadar bu davlatdagi yerimdan ko'proq kishi Xitoyda yasalgan Sinovac vaksinasini emlagan. Vaksina birinchi qitim emlagandan keyingi unum nisbati aran 16%. Ikkinchi qitim vaksina emlagandan keyin ondan unumlik nisbati 67% ga yetadi ekan. 24-iyun kuni Xitoy Kommunistik partiyasining kasalliklarning oldini olish va kontrol qilish markazining tadqiqotchisi, sobiq muavin mudiri, oldini olish davolash jamiyatining hozirgi bosh kotibi Feng Zijian Xitoy davlat taratqullari markaziy televiziya stansiyasining ziyoratini qabul qilganda, o'zlari ishlab chiqargan vaksinaning unumi tüvən bo'lib, shundaqla antitla hosil qilolmaydiganligini, bo'libmi Hindistonda paydo bo'lgan hozir Delta deb atalgan variant virusiga unum bo'lmaydiganligini yoki bak tüvən bo'ldiganligini bildirgan. Xitoyning Guangdong o'lkasi necha 10 million aholiga vaksina emlagan bo'lsa-mu, yaqinda og'ir yuqumga duch kelgan. Hozirgacha Xitoy ishlab chiqargan vaksinasining Amérika va Yevropa birlashmasida ishlatilishi tasdiqlanmagan. Xitoyning vaksinalari Yevropa ittifoqining raqamli vaksina emlash programmasida chiqarib etilgan. Buningga qarata Xitoy kommunistik hukumati o'chilish tadbirlarini e'lon qilib, Xitoy vaksinasini emlamagan sayohatchilarning kirishini rad qildi. Shundaqla Xitoy vaksinasidan boshqa vaksina emlaguvchilarni qabul qilmagan. Xitoyning bu o'ktam tadbirlari chet eldagi nurg'un Xitoy fuqarolarining qaytib ketishini rad qilgan. Indoneziya, Arab Birlashma Xalifaligi, Bahrayn, Sibiriya qatorliq Osiyo, Afrika va Latin Amerikasidagi bir qism davlatlar Xitoy vaksinasini keng ko'lamda emlagandan keyin yuqum ahvolida yaxshilanish bo'lmay, aksicha ko'paygan. Nurg'un kishilar Xitoy vaksinasini emlatgan bo'lsa-mu, yanada Xitoy virusi bilan yuqumlangan. Shuning bilan dunyoda texmi ko'p davlatlar Xitoy vaksinasining unumidan gumonlanishga boshlab, bekorlik hadiya qismi rad qilgan. Angliyaning bizning dunyo sonliq ma'lumotlarimiz ilmiy to'r nashriyoti ta'minlagan sonliq ma'lumot qaraganda, Seychelles, Chili, Bahrayn va Shimoliy Mong'oliyadagi taxminan 50% dan 68% kishilar Xitoy vaksinasini emlatgan bo'lsa-mu, yana ular Xitoy virusi bilan yuqumlangan eng og'ir 10 davlat qatoriga kirgan. Dunyo səhiyyə təşkilatının baş katibi 26-iyun Hindiston o'zgarishchan virusi Deltaning eng kuchli yuqumli o'zgarishchan virus ekanligini, navbatda kam deganda 85 davlatga tarqalganligini, nomrod davlatlarda vaksinaning kamchilik bo'lishi Delta o'zgarishchan virusining tarqalishini tezlatganligini bildirgan. Sonliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, Xitoy virusi Delta varianti bilan yuqumlanuvchilarda oshqozon og'rish, ko'ngil aynish, qusish, ishtihoz tutilish, anglash iqtidori tuvanlash va bo'g'im og'rish qatorliq texmo og'ir kasallik alomatlarini keltirib chiqardi ekan. John Hopkins Universitetining yuqum ahvolini iz qo'g'lash sonliq ma'lumotlarida Beijing vaqti 26-iyun atigan soat 8 gacha dunyo miqyosida jami 180 million 330 ming 593 yuqumlanuvchi bayqalgan. Jami 3 million 907 ming 193 odam qazo qilgan. Xitoy Kompartiyasining dastlabki bosqichda virusning tarqalishini yushirishi, virusning dunyoning har qaysi joylariga tez suratda tarqalishini keltirib, dunyo iqtisodiga og'ir ziyon va millionlagan kishining o'lishini keltirib chiqargan. Yevropa va Amerika davlatlari Xitoy Kompartiyasining mas'uliyatini surishtirishga, javobgarlik tortishga chaqiriq qilgan. Bu yil 1-iyun kuni Xitoy Kompartiyasi qurilganligining 100 yilligi. Amérika palatasining ikki partiya guruhi birlikda Xitoy Kompartiyasi qurilgandan buyangi har xil vahshiyliklarga aniqlama berib, muhim qaror loyihasini o'tirib qo'yib, kishilik huquqni dafsanda qilish va necha 10 million begunoh odamni o'ldirish bilan Xitoy Kompartiyasini aybladi. Bu qonun loyihasining oxirida texnikadan foydalanib, kishilarning so'z va uchur erkinligini qo'llash talab qilingan ekan. Xitoy Kompartiyasining Xitoy virusiga qarta kuchli javobgarlik borligini bildirgan Amérika Cumhuriyetçiler Partiyasining parlament a'zosi Girak 25-iyun juma kuni ikki partiya guruhi bilan birlikda muhim qaror loyihasini chiqarib, Xitoy Kompartiyasining vahshiyligini bir-birlab tizib chiqqan. Buning ichida Mozdongning atalmish yer islohoti bahanasi bilan 2 milliondan 3 milliongacha fuqaroning o'ldirilganligini, cho'ng sakrab olg'a ilgarilash siyosati keltirib chiqargan cho'ng ocharchilikda 20 milliondan 40 milliongacha odamning ocharchilikda o'lganligini, madaniyat inqilobida 10 milliondan 35 milliongacha odam o'lganligini, 1989-yili Tiananmen voqeasi, Falun Gong murtlarini bostirish va Sherqiy Türkistonda 5 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmon millatlarni jazo lagerlariga qamagan degan. Bu muhim loyihada oxirida 4 qarorni o'tirib qo'ygan bo'lib, Xitoy Kompartiyasining o'tgan 100 yil ichida kishilik huquqqa og'ir daxli ta'ruz qilganligini ayblash, Xitoy xalqining erkin fikr bayon qilish huquqini qo'llash, Xitoydagi kishilik huquqni, jumladan so'z va uchur erkinligini qo'g'dash texnikasini qo'llashga chaqiriq qilish. Xitoy Kompartiyasida mavjud bo'lmagan shu erkinlik kunni taqozolik bilan kutishdan iborat. Texnika orqali Xitoy fuqarolarining so'z va uchur erkinligini qo'llash, siyosiy fikr bayon qilish,
Hatto Xitoy kompartiyasini ag'dirishdagi halqalik birinchi qadamning bo'lsa, mudofaa temini ag'dirib tashlash ekanligini bildirgan. Örükni köp iste'mol qilib berganda xolesterinni tövənlətidi. Örük tarkibida vitamin E va köp miqdorda yağ bo'lib, tadqiqot orqali bu ikki xil moddaning odam badanidagi xolesterinni tövənletish unumi borligi, bu orqali yurak, miya qon tomir kasalliklarining oldini olishda nihoyatda yaxshi davolash unumiga yetkili bo'ladiganligi bayqalgan. 4. Uchayni siliqlab o'riqlatish roli bor. Örük tarkibidagi mo'l bo'lgan talalar taratni ravolashtirib uchayni siliqlash roliga ega bo'lib, qisman uchay kasalliklarining oldini texmi unumlik olg'ili bo'ladi. Uningdan boshqa semiz odamlar örük iste'mol qilib bersa, odam badanining yog'ni so'mirishini tövənletib, o'riqlash unumiga yetkili bo'ladi. 5. Rakning oldini olishga qarshi turadi. Örükning rakqa qarshi turish roli bor bo'lib, buning asosli sababi uning tarkibida bir xil aktiv B17 bor bo'lib, bu xil vitamin aktiv modda badanga kirib, rakqa o'zgargan hujayralarni unumlik o'ldirib, rak kasali bemorlarining kasallik ahvolini yaxshilaydi. Xabarlarımızı kögünanlar rahmet. Görüşkice aman bulunlar. Hayır hoş. Allah emanet.